Ey, to'lamaysizlarmi? To'xtang, ey! O aka, to'xtang. Pulni kim beradi? Ukajonim qalaysan? Yaxshimisan? Tuzumsan? Charchamasdan? Mana qara, ukam. Mani otim G'ayrat bo'lib, tushunding? Xo'p, Yunusobodli. Gari desang, hamma bilishadi. Yunusobod yonib ketgan zavodni bilasan? ha bilaman. Eshitdim, internetga ham chiqib ketdi. Aha. O'sha malakaydi. Zavod bilan birga 2 million dollar ham ketdi ukam. To'g'risi, men qaray, mana shunaqa odamga o'xshayman ukam. Uyimni qo'yib, kredit oldim. Uyam uxladi. Bank olib qo'ydi. Jon ukam, iltimos. Xotin tashab ketdi. Xotin tushmasam, puling bo'lmasa hech kim kerak emas ekansan. To'g'ri. Esidan chiqarmay ishlagan, soqqan qilgan, xommi? Puling bo'lmasa hech kim kerak emassan. Men qarang, sen bu turishga qarama. Sen bu kiyimlarga qarama. 2 kundan beri boru, qorinda kandan sunday bo'lyapti, ishonasam. Mana shu cho'nchagiga qarasam boru, cho'nchagiga qarasam, piyozga qaraganday bo'lyapman. Bilasanmi nima? Yig'lagim kelyapti cho'nchagiga qarab, jonkam. Xullas, ichida bo'lib turadi. Odamlar orasida sharmanda qilmagin. Sen boraqa, keyin safar surishib ketamiz, xo'pmi? Mayli, qiynalib qolibsiz. Mana bu 10 ming so'mni olib qo'ying. Bu narsaga ishlatarsiz. Mana qara. Mana zo'r bola ekansan. Xudo xolasa, yaqinda yangi biznes boshlayman. Sani обязательно ishga olaman. Tushundingmi? Hal ko'tarib ketasan meni orqamdan. Ha, bo'pti. Mana shu yo'nalishdan topasiz. Bo'ldi. Boraveradi o'zing ukam. Ey! Rahmat uka. G'ayrat aka, Gari. Hop, eslab qoldim. Hey! Bo'ldi. Tavba. Yomon ham pixani yorgan odamsiz, ey. Nima qilay? Qayerdan shuncha mahorat? Boshqa iloji yo'q. Yashash kerak. Tushundingmi? Yashash uchun kurash bu. Buni ustiga Vaqildim. mana shunaqa sharmandagachilikka kirishib qolamasang, o'sha arzimagan pulni berib turganingda, sen ham men ham sharmanda bo'lmasdik. Mana shu voqea ham bo'lmasdi. Nima meni sharmanda qilganingiz yetmaydimi? Qarang, konduktorni rahmi kelib sizga pul berib yubordi-ya. Shunaqa, ko'rdingmi? Yetkazib berganlar rahmi keladi. Sen bo'lsa, achinmaysan ham. Bo'ldi. Yuring, kechga qolamiz, ko'p gapirmang. Avtobusda yurganda eshik arabada yurganim yaxshi, tushunding? Avf. Taksida ketamiz. Yur. O'zi qayerga ketyapmiz? Yuravergin sen. Voy daydib yuraveramizmi shunaqa? Hozir borsak ko'rasan. Zato taksida daydimiz, tushundingmi? Yuring. Avtobusda emas, taksida mana, money, no honey.